ehtiyot bo'ling, eshiklar yopiladi. Keyingi bekat Ming'o'rik. Shanba kuni sumalak qilamiz deyapmiz-ku. Juma kuni biz sumalakni startini beramiz-da. Xudo xolasa 8 ta qozon qo'yiladi. Oybi bilan qaytib kelyapmiz. Endi qarang, mana shu qanaqadir minutda yutib olsizlarmi? O'rtadagi avtobusni yo'l qilganimizda qanaqadir qulaylik yaratibdi-da, baribir. Keyin avtobusda Shatrusabellidan borasiz. Avtobusga Shatrus. Mana sizga bitta savol. Mana hozir bu yerda nima ochgan yo'limiz bor-ku, o'sha yerda avtobus yuradi. Nisbatan farqi bormi? Mana qatnavasiz-ku, nechinchi kurssiz hozir? Birinchi kursmisiz? Keyingi bekat Abdulla Qodiriy. Hurmatli yo'lovchilar. Sizlarning iltimosiga ko'ra aylandik. Bizga qanaqadir savollar, yana biror iste'mol, takliflar bormi? Bizi institutimiz nomidan minnatdorchilik bildiraman. Qilayotgan ishlaringizga ravnaq tilaymiz. Hammaga rahmat, sizga ham, Soliq boshqarmasiga ham, ichki ishlarga ham hamkorlikda ishlaylik. Shu bolajonlarning ravnaqi uchun hammamiz mas'ulmiz. Endi mana hozir yurtboshimizda nima deyaptilar? Yoshlar bilan gaplashinglar, yoshlarni hamma iste'larini, takliflarini qo'llab-quvvatlaylik. Yoshlar bizani kelajagimiz deyaptilarmi? Biz hammamiz yurtboshimizdan komandasidanmiz, demak o'shani bajarishga hammamiz birdek mas'ulmiz. Rahmat katta. Rahmat.